Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga Tarixqa nazar programmamizning 23-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli anglag'uvchilar, biz bugungi sonimizda Qaraxon Yusuf Qadirxon Samani davlatining yiqilishi, Altekin Ilikxon bilan Samani xonadonidan muntasir orasidagi urush, Altekin Ilikxon bilan Sultan Mahmud G'aznaviy orasidagi urush, Qaraxon Yusuf Qadirxon bilan Sultan Mahmud G'aznaviy o'rtasidagi urush va kelishim qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Qaraxon Yusuf Qadirxon. Harun Bug'ra Qaraxon vafot bo'lgandan keyin valiahdi bo'lgan o'g'li Yusuf Tekin Qaraxonlik taxtiga chiqdi va Qadirxon unvonini oldi. Yusuf Qadirxon Qaraxonlik taxtiga chiqib oz kunda, ya'ni hijriy 387, milodiy 997 yilning oyoqlarida Amir Nuh vafot bo'lib, o'rniga o'g'li Mansur podsho bo'ldi. Shu kunlarda Balix yaqinlarida Subuq Tekin olamdan o'tib, o'g'illari Ismoil va Mahmud, ya'ni dangliq Sultan Mahmud G'aznaviy o'z oralarida taxt talashib urushyotdi. Dastlabda Mansur bilan Ilikxonning munosabati yaxshi edi. Lekin Mansur hukmdorlik layoqati yo'q, g'ofil bir shahzoda bo'lganligi uchun yurt kattalari uningda yuz o'rdi va uning vazirlari Abdullah bin Muhammad bin Aziz va qo'mondoni Faiqlar birlashib Abu Mansur Ispijobning boshchiligida Qaraxon Yusuf Qadirxon huzuriga bir elchi hayiti avatib Qaraxonga bo'ysundiganligini bildirdi. Shundoqla Qaraxondan Buxoroni Mansurdan qutqizishni iltimos qildi. Qaraxon Samarqanddagi Ali Tekin Ilikxonga Buxoroga yurish qilishga buyruq qildi. Ali Tekin Ilikxon Buxoroga hujum qilishga tayyorlanayotgan bir paytda yuqorqi vazir Abdullah, qo'mondon Faiq va elchi Abu Mansurlar qochib Ali Tekinning qishiga kelib oldi. Ali Tekin bulardan gumonlanib qamab qo'ydi. Faqat Faiqni 300 askar bilan oldiga silib, qarovul qilib mangdirib, o'zi orqasidan mangdi. Buni anglagan hamon Amir Mansur Buxoroni tashlab qochdi va O'guz daryosidan o'tib to'xtadi. Faiq Buxoroga kiribla Ilikxondan yuz o'rib, Buxoro xalqi bilan birlashib qarshi safga o'tib oldi va Amir Mansurga elchi avatib, uning bilan podshohlik ismi Mansurda va huquq Faiqda bo'lish sharti bilan bitishdi. Shuning bilan Amir Mansur Buxoroga qaytib keldi. Bu vaziyat ostida Ilikxon Samarqandga qaytib ketdi. Amir Mansur va Faiq Subuq Tekinning o'g'illari orasidagi jidal majradan foydalanib, Xurosonni Subuq Tekinning avlodlaridan tortib olish uchun Bak To'zun ismli birisining qo'mondonligida yurish boshladi. Lekin Bak To'zun bu ishda bir natijaga erishmay turib, Subuq Tekinning cho'ng o'g'li Mahmud g'alaba qilib, dadasining taxtini qo'lga keltirdi va o'zini sulton deb e'lon qildi. Sultan Mahmud G'aznaviy kuch to'plab Bak To'zun bilan urush boshladi. Amir Mansur va Faiq nurg'un askarlari bilan Xurosonga kelib, Sultan Mahmudni mag'lub qildi va Xurosonni oldi. Keyinchi Faiq bilan Bak To'zun Amir Mansurdan gumonlanib, uni taxtdan tushirib, qamoqqa oldi. Uning o'rniga inisi Abdulmalik bin Nuhni taxtga chiqarib, Balix shahrini markaz qildi. Ondan keyin Sultan Mahmud G'aznaviy Amir Abdulmalik bin va Faiq bilan urushib, ularni mag'lub qilib Xurosonni egalladi. Buxoroga qochgan Faiq o'ldi. Abdulmalik taxi Nasirida bo'lganlikdan Buxoro hokimiyati qalayimqonlashib, xalq ichida tinchsizlik boshladi. Ali Tekin uzundan beri Buxoroni qo'lga tushirish uchun mundaq bir fursatni kutib turgan edi. Mana bu fursat kelganlikdan Ilikxon nurg'un askari kuch bilan Buxoroga yurish qildi. Samani davlatining yiqilishi. Ilikxon Buxoroga yaqin kelganda Bak To'zun bir miqdor askar bilan Ilikxonni to'sash uchun oldiga chiqdi. Ammo mag'lub bo'ldi va bir qancha Samani davlat kattalari bilan asir elindi.
Hicrning 389-yili 10 Zulhaj kuni, ya'ni Qurbon hayitining 1-kuni Iliqxon hech qanday qarshilik uchramasdan Buxoroga kirdi va podshohlik saroyiga yerlashib, elni tinchitdi. Amir Abdumalikni qechib yoshirib yotgan yeridan tutib kelib, o'z kent shahrida nazarband qildi. Shuning bilan 128 yil hukm surgan Samani davlati munqariz bo'ldi. Samani davlati islomga va ilmga bak ko'p xizmat qilgan bir turk davlati edi. Ondan keyin Iliqxon butun Mavara 10 nahrini egalladi. Sulton Mahmud bilan munosabatni yaxshiladi. Bu ikki hukmdorning mamlakatlari o'rtasida O'yguz daryosi chegara edi. Hicri 390, ya'ni milodiy 998-yili Qaraxon Yusuf Qadirxon Sulton Mahmudga elchi avatib, uning yangi qurgan davlatini tabrikladi va o'zaro bir do'stlik ahdnomasi tuzib chiqishni o'tirg'a qo'ydi. Sulton Mahmud G'aznaviy bu taklifni xushallik bilan qabul qildi va Qaraxon jamiyatidan o'ylanishni orzu qilganligini bildirdi. Qaraxon Yusuf Qadirxon Iliqxonning qizi Chegil xotunni Sulton Mahmudga yotliq qildi. O'z kentda to'y murosimi o'tkazib, Chegil xotunni G'aznaga uzatdi. Ali Tekin Iliqxon bilan Samani xonadonidan Muntasir orasidagi urush. Amir Nuhning ismi Abu Ibrohim va laqabi Muntasir bo'lgan o'g'li Iliqxonning turmisidan qochib Xorazmga keldi va u yerga o'ziga tarafdor to'plab, ata-bobolarining davlatini qo'lga keltirish uchun tirish qilib boshladi. Muntasir Hijri 391-yili bir kechada tuyuqsiz Buxoroga hujum qildi. Lekin Iliqxon Samarqanddan askar yo'llab Muntasirni qo'g'livatdi. Muntasir u yerdan Xorasonga o'tib, Sulton Mahmud xonning inisi Nasr bilan elishdi va Ig'ralda mag'lub bo'lib qochdi. Hijri 939-yili Selçuk qabilasi bilan birlashib, ularning yordami bilan Samarqand atroflariga kelib, parakandichilik saqlab boshladi. Lekin muvaffaq bo'lolmay qochdi. Ondan keyin taktikasini o'zgartib, Buxoroda maxfiy holda Samani xonadoniga mansub kishilarni atrofiga to'pladi. Selçuk qabilasi va shahar ichidagi tarafdorlarining yordami bilan bir kecha tuyuqsiz hujum bilan Buxoroni ishg'ol qildi. Buni anglagan Iliqxon Samarqanddan yurish qildi. Selçuklar Iliqxondan qo'rqib, Muntasirni tashlab jangga qaytib ketdi. Muntasirning qo'mondonlaridan Abdulhasan Attaq 5000 askari bilan Iliqxon tarafiga o'tib ketdi. Ig'ir mag'lubiyatga uchragan Samanilardan ko'pi asirga ilindi. Muntasir azroq odami bilan O'yguz daryosidan o'tib qochdi. Ondan keyin Muntasir fursat topsila Sulton Mahmud G'aznaviy va ya Iliqxonni avar qilib turgan edi. Sulton Mahmud G'aznaviy Muntasirni tamoman yo'qotib, xotirjam bo'lishga qaror qildi. Muntasirni har yerda qo'g'lab yurib, oxiri bir qancha odamlar bilan qo'rshovga oldi. Ammo Muntasir yolg'iz qochib qutuldi va sargandar holda Qaraqumdagi ko'chmanchi qabilasining raisi Ibn Bahishning qo'shida panoh topdi. Muntasir Hijri 395, ya'ni milodiy 1004-yili Ibn Bahish tarafidan o'ldirildi. Ali Tekin Iliqxon bilan Sulton Mahmud G'aznaviy orasidagi urush. Hijri 397, ya'ni milodiy 1005-yili bu ikki davlatning O'yguz bo'yidagi chegara muhofazachilari o'rtasida bir qurolli to'qinish yuz berdi. U chaqda Sulton Mahmud Hindistonda g'azot qilayotgan edi. G'azinda uning o'rniga Arslan Jozib ismli bir qo'mondon vakillik qiladi. Bu voqea haqida Iliqxon va Arslan Jozib orasida yozishgan xatlarda qattiq so'z iboralar qo'llanganlikdan o'rtada so'g'uqlik paydo bo'ldi. Natijada urush boshlandi va Iliqxon Sulton Mahmudning yurtiga ikki qo'ldan askar yo'lladi. Bulardan bir quli Iliqxonning inisi Chag'ri Tekinning qo'mondonligida Baliqqa, yana biri Qaraxon jamiyatidan bo'lgan Subashi Tekinning qo'mondonligida Xorasonga yurish qildi.
Çağrı Tekin Ögüz'dən ötüb bütün Bəlixni və Hindukuş tağlarıgacha işğal qildi. Subaşı Tekin bolsa Marva, Hirat və Xurasan qatarlıq şəhərlərini aldı. Arslan Cazib və Sultan Mahmudның vəziri Abu İlyas Fazil bin Ahmad bütün güclərini toplab Bəlix yollarını müdafiə qildi və Sultan Mahmudga xəbər yolladı. Sultan Mahmud Hindistondagi ishlarini chala qo'yib G'aznaga qaytib keldi. Afg'onlarning, ya'ni Qabail qabilasidan zo'r bir qo'shin to'plab Kabulga keldi va Hindukush tog'larini eshib Bəlix shahriga hujum qildi. Çağrı Tekin bu dəhşətli kuchga taqobil tura olmay Bəlix shahrini tashlab qochdi va Ögüzdən o'tib Termizga kelib to'xtadi. Sultan Mahmudning qo'mondonlaridan Arslan Cazib 1000 kishilik bir qo'shin bilan Xorasonga kelib, Subashi Tekinni og'ir mag'lubiyatga uchratdi va Subashi Tekinning inisi bilan 700 askarini asirga oldi. Subashi Tekin qolgan askarlari bilan Buxoroga qaytib keldi. Buni anglagan Elixon Subashi Tekinga 1000 kishilik bir qo'shinni yordamga avatdi. Bunun bilan o darhol Ögüzdən o'tib Sultan Mahmudni mag'lub qildi. Subashi Tekin Bəlixni əmdi qo'lga tushirib turganida Arslan Tekin g'oyat zo'r bir kuch bilan Sultan Mahmudning yordamiga yetishib kelib, qisqa bir to'qinishdan keyin Çağrı Tekin mag'lub bo'ldi va Bəlix qaytadan Sultan Mahmudning qo'liga o'tdi. Çağrı Tekin askarlarni intizom bilan Ögüzdən o'tkazib Termizga kelib to'xtadi. Shuning bilan bu qatimqi urush oyoqlashgan bo'ldi. Qaraxon Yusuf Qidirxon bilan Sultan Mahmud G'aznavi o'rtasidagi urush. Yuqorqi urushdan keyin Sultan Mahmud G'aznavi hadab chegaraga askar to'plag'ili boshladi. Buningdan andishalangan Qaraxon Yusuf Qidirxon Sultan Mahmud G'aznavi bilan urushish qaroriga keldi. Hicri 398, ya'ni miladi 1007-yili Yusuf Qidirxon zo'r bir qo'shin bilan Qashqardan yurish qildi va Shimoliy Ilixonni tug'an Ilixonni darhol o'z qo'shinlarini ilib Samarqandga berishga buyurdi. Qaraxon Yusuf Qidirxon tug'an Ilixon va Ali Ilixonlar Samarqandda uchrashib 50,000 kishilik g'oyat hashamatli bir qo'shin bo'lib tashkillandi va Ögüzdən o'tib Bəlixni ishg'ol qildi. Bu vaziyatda Sultan Mahmud G'aznavi 500 pilni o'z ichiga olgan intayin hayvatli qo'shin bilan kelib, Bəlixdan 8 mil uzoqlikdagi Katar degan soyda to'xtadi. Shuning bilan Qaraxon Yusuf Qidirxon va Sultan Mahmud G'aznavining askarlari bir-biriga qarshi Katar soyida saf tortishdi. Qaraxonlar qo'shinning qalb, ya'ni qo'l qismida Qaraxon Yusuf Qidirxon, Maymana, ya'ni o'ngda Ali Tekin Ilixon, Maysra, ya'ni solda Çağrı Tekin saf tortdi. Sultan Mahmud inisi Nasrni va Jurjan valisi Abu Nasrni qo'lga, Altun Toshni o'ngga va Arslan Cazibni solga yerlashtirdi va safning oldiga 500 pilni qator turg'izib istehkom qildi. Mana bu plan bilan o'rinlashtirilgan ikki dahshatli qo'shin o'rtasida Hijri 398, ya'ni miladi 1008-yili 22 Rabiul Sani kuni urush boshlandi. Sultan Mahmudning pillari Qaraxonlarga xeli ziyon yetkazgan bo'lsa-mu, Ali Ilixon 500 askari bilan pillaga hujum qilib, pillarni qochirdi va Sultan Mahmudning askarlari chekindi. Kechda Sultan Mahmud bütün askarlarni to'plab, pillarni oldiga silib, Qaraxonlar qo'shinining qo'l qismiga hujum qildi. Pilla oldingi qatordagi alamdorlardan bir qanchisini yiqitdi. Safning orqasida ehtiyot qismlarining qo'mondoni bo'lgan Tug'an Ilixon buni ko'rib, askarlarni ilib orqaga qarab qochdi. Buni ko'rgan turk askarlari birdan qalaymiqonlashib, intizomsizlik yuz berdi. Bu foydasiz vaziyatni ko'rgan Qaraxon askarlarni Bəlixga chekinishga buyruq qildi. O'z kechda urush pasayganda Bəlixga qaytdi va askarlarni to'plab intizom bilan chekinib Ögüzdən o'tdi. Tarixchilar birdek bu qatimqi mag'lubiyatning birdan bir sababi Tug'an Ilixonning sababsiz qochishi deb qaraydi.
Yana ba'zi tarixchilar To'g'anxon bilan Sultan Mahmud maxfiy aloqalashib bitishgan va urush maydonini sababsiz tashlab qochgan deb rivoyat qilishidi. Sultan Mahmud mushunchalik qalbidan xushallanib, Qaraxonlarning orqasidan qo'g'lab mangsa, o'zining eg'ir bir mag'lubiyatga uchraydiganligini sezib, Qaraxon o'g'izdan o'tib bo'lguncha Katar seyida medirlamay jim turgan. Qaraxon Yusuf Qadirxon bilan Sultan Mahmud orasidagi kelishim. Yuqorqi urushdan keyin Sultan Mahmud Yusuf Qadirxonning yana bir hujumining oqibatidan qattiq qo'rqib, Qaraxon Yusuf Qadirxonga, Ali Ilixonga va Tug'an Ilixonga boshqa ayrim xat yozib, elchilar avatgan va ular bilan sulh qilib, tinchlik o'rnatishni talab qilgan. Yusuf Qadirxon buni rad qilgan bo'lsa-mu, u urushdan sulhni yaxshi ko'radi. Ali Ilixon urush tarafdori edi. To'g'an Ilixon Sultan Mahmudning taklifini qabul qilib, o'z oldiga bitishdi va hijriy 400, ya'ni milodiy 109-yili Sultan Mahmudga bevosita elchi avatib munosabat bog'ildi. Yusuf Qadirxon o'tganki urushda Qaraxonlarning mag'lub bo'lishiga sababchi bo'lganlikdan To'g'an Ilixondan qattiq norozi edi. Bu qatam mustaqil hukmdordek o'z oldiga ish qilib, Sultan Mahmud bilan tutishganligiga texmo g'azablanib, uning jajisini berish uchun aksi Ali Ilixonni hijriy 401-yili qishda Samarqanddan Balasaqunga yo'lladi. Qattiq sovuq va qor yaqqanlikdan Ali tekin o'z kentidan o'tolmay turib qoldi. Bu yurishdan xabar topgan Sultan Mahmud darhol Yusuf Qadirxonga elchi avatib, uningga ma'qul keladigan muvofiq shartlar asosida sun'iy qilishni taklif qildi va To'g'anxonning xatoligini afu qilishni so'radi. Yusuf Qadirxon bu shartlarni o'ziga foydali va muvofiq deb bilib qabul qildi. Ali Ilixon tekinni Samarqandga qaytishni buyurib, o'zimi o'z kentdan Samarqandga qaytdi. Bundan keyin Yusuf Qadirxon va Sultan Mahmud o'tirsida hamda bulardan keyingi avlodlar o'tirsidimi bu do'stlik munosabat davom qildi. Qadrli anglovchilar, shunday qilib vaqt munosabati bilan Tarixga nazar programmamizning 23-soni mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh yangi son programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duoyinglarda bizlar uchun duo qilishni unutmag'aysizlar. Allohga emanet.